Singapur resurssiz, biroq ilm bilan yuksalgan davlat. Tabiiy boyliklardan deyarli mahrum bo'lgan Singapur bugun dunyo miqyosida iqtisodiy, texnologik va ilmiy qudrat ramziga aylangan. Yer ham, neft ham yo'q, biroq Singapur bugun dunyoning to'rtta universitetlari, eng ilg'or innovatsion markazlari, sun'iy intellekt va biotexnologiya bo'yicha global yetakchilar qatorida turibdi. Bu yuksalishning asosi tabiiy resurslarda emas, balki inson kapitali, ilm-fan va strategik tafakkurda mujassam. Mamlakat har 5 yilda tadqiqot va innovatsiyalar uchun milliardlab dollarlarni sarflaydi. Eng iqtidorli olimlarni jalb etadi hamda yoshlarni fan, texnologiya, muhandislik, matematika yo'nalishlariga faol safarbar qiladi. Singapur tajribasi shuni isbotlaydiki, haqiqiy boylik yer ostida emas, balki inson tafakkurida yashaydi. Ilmga sarmoya kiritilgan har bir dollar, bu kelajakdagi millionlar, mustahkam iqtisodiyot va barqaror taraqqiyotga aroydir. Bugun Singapur bizga bitta haqiqatni ko'rsatmoqda. Resurslar emas, bilimga tayanadigan millatgina kelajakni yaratadi.